Gorgaz eski suv mana bu legendarniy qizil g'ishli domimizdan 3 xonali xonadon 3 taraflama polni jihozlar bilan to'liq ta'mirlangan hamyon narsa. Sizga topib qo'ydik, obzorni ko'ring. Mana bu yer bizni uyimizdan kirish xodimiz, prixожая zona qilingan. Bizning chap qo'limizda juda ham katta shinam bo'lgan oshxonamiz, kuxona naborlari qilingan, yumshoq qo'llar o'tirib choy ichadigan zonalari, elita pardalar, to'liq hamma joylari abu yaxshi MDF eshiklar qilingan, ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda esa yana bitta xonamiz mavjud. Hamma joylar super mo'ysha bu, mana bunaqa tiyagalar bilan chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. Natijnoylar, yumshoq qo'linlar, elita pardalar. Qani keling, uyimiz to'liq jihozlar bilan sotiladi. Narxi ham anchagina yengil. Bu yerda esa bizning spalni xonamiz, spalni mebel, tremozona, shkaflari, yumshoq qo'linlar, parda, hamma joylar abo va razdelli bo'lgan sanuzel xonalarimiz ko'rishingiz mumkin. Unitazlari bu yerda, undan keyin aristonlar o'rnatilgan. E'tibor berasiz. Bu yerda esa bizning vannamiz joylashgan. Vanamiz ham anchagina shinam keng, undan keyin ko'radigan joyimiz uyimizning zal qismi. Zal qismi ham juda ham katta, yumshoq mebellar qilingan, elita pardalar, hamma joylari super mo'yshi abo'ylarda qilingan. Proyektimiz e'tibor berasiz, 2 tomonlama plus 3 tomonlama qizil g'ishlik domdan 8 etajli lifli domimizni 7-qavatda joylashgan. Narxini esa 74.900 dollarga baholadik. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqing, ushbu uy sizga nasib qilgan bo'lishi mumkin.